Assalomu alaykum. Bugungi video darsimizda So'lde Hangugo 1B kitobining 14-mavzu birinchi grammatikasini ko'rib chiqamiz. Ushbu grammatika L harfining tushib qolishi, ya'ni L tallak. Tallak degani bu lug'atda tushib qolish ma'nosini anglatadi. Tushib qolish. Buni mohiyati nima desangiz, sifat va fe'llar bor. Ta qo'shimchasi olib tashlanganda oxiri L negizi bilan tugaydi. Misol, mana mandilda tayyorlamoq, salda yashamoq, palda sotmoq, yo'lda ochmoq. Bu yerda faqat fe'llar misol keltirilibdi. Shulardan ta qo'shimchasini olib tashlasak, oxiri aynan L harfi bilan tugaydi. Endi shu L harfi bilan tugaydigan so'zlarga grammatika qo'shilganda L tushib qoladi. Shuni batafsil ko'rib chiqishimiz kerak. Bu yerda aytibki, mana L Pachchimiroq kunnanin hyongyonsana tongsanin omiva kyol haphalte pachchimi omnin gosiro yogigo megemoim ıril nohchaninde. Ya'ni L undoshi bilan tugaydigan sifat yoki fe'llarga grammatika bilan qo'shilgan paytda u oxirdagi undosh, ya'ni L harfi yo'q deb o'ylab o'rta ulli I harfi qo'shilmaydi deyapti. Davomida kirigo omega va qo'shimcha ne p s iro shijak-hanin kyongu yeve opshi liil pachchimin tallaktendi. Va qo'shimcha, ya'ni ne harfi, p harfi, s harfi bilan boshlanadigan holatda istisnosiz L pachchimi tushib qoladi, ya'ni olib tashlanadi. Buni endi sal soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, negiz, ya'ni negizmasu oxirgi undosh harf L bilan tugadi. Unga ne harfi bilan boshlanuvchi yoki p harfi yoki s harfi bilan boshlanuvchi grammatika qo'shilgan paytda L harfini olib tashlaysiz, ya'ni tushib qoladi. Shu ma'noda aytilgan gap. Buni endi batafsil ko'rish uchun mana shu jadvalni ko'rsak yaxshiroq. Mana ushbu jadval biz lug'atlarni ko'rib chiqdik. Mandilda tayyorlamoq, salda yashamoq, palda sotmoq, yo'lda ochmoq. Bularni oddiy hozirgi zamonda mana ayo, oyo qo'shamiz. Qarang. Shunday ta'ni olib tashab, oyo qo'shar ekanmiz mana. Mandiroyo, tayyorlayman. Bunda sarayo, yashayman, yashayapman. Parayo, sotaman, sotyapman. Yoroyo, ochaman, ochyapman. Ya'ni deraza, eshikka nisbatan. Bu yerda endi go grammatikasi qo'shilyapti. Go ni tarjimasi ib yoki ib bo'lib ma'nosida kelardi. Ulli undosh farqi yo'q. Ta'ni olib tashab qo'shardik mana. Mandilgo tayyorlab bo'lib, salgo yashab, palgo sotib bo'lib, yo'lgo ochib bo'lib. Endi bu yerda mana simnida yoki penida qo'shiladigan holatda rasmiy hurmatdagi hozirgi zamon grammatikasi qo'shilganda qarasangiz mana simnida birinchi harfi s bo'lgani uchun L harfi tushib qoladi. L harfi tushib qolib, o'rniga penida qo'shiladi. Buni endi batafsilroq tushuntiradigan bo'lsam, mana sizda mandilda degan lug'at bor. Hop, buni ta'sini olib tashladingiz, mandil qoladi. Oxiri aynan L, ya'ni undosh harf bo'layotgani uchun siz simnidani qo'shishingiz kerak, to'g'rimi? Simnida. Endi biz hozir nima dedik? S harfi bilan boshlanadigan grammatika qo'shiladigan holatda S tushib qoladi. L harfi tushib qoladi. L tushib qoladigan bo'lsa, sizda mandi degan so'z qoladi. Va oxiri ulli bo'lgani uchun mana p nida qo'shiladi. Va mandim nida kelib chiqadi. Mandim nida. Hop, endi boshqalarni o'qib chiqamiz mana. Salda yashamoq samnida, ya'ni L harfi tushib qoladi. Yashayman, yashayapman. Palda sotmoq pamnida, papnida emas, pamnida sotaman, sotyapman. Yo'lda yo'lsimnida emas, yomnida. Ochaman, ochyapman shaklida bo'ladi. Endi bu yoqda mana bu grammatikani o'rgangansiz, ya'ni isayo ikkita tarjimasi bor. Birinchisi qiling, bajaring, ikkinchisi hurmat shaklidagi lar. Masalan, mandisayo tayyorlang yoki tayyorlayaptilar ma'nosida keladi. Bu yerda mana S bilan boshlanuvchi grammatika qo'shilgani uchun L harfi tushib qoladi. Mandisayo tayyorlang, sasayo yashangmasu yashayaptilar. Masalan, buvim Koreyada yashaydilar. Buvi halmoniga hanguge mana sasayo
Paseyo degani sotadilar yoki soting ma'nosida keladi. Yoseyo oching yoki ochadilar ma'nosida keladi. Bu yerda endi neyo grammatikasi bor, tarjimasi ekan. Ekan. Bu yerda mana ne harfi bilan boshlanuvchi grammatika qo'shilgan holatda le tushib qoladi. Mandil neyo emas, mandi neyo, saneyo, paneyo, yoneyo shaklida bo'ladi. Va biz mana bu grammatikani o'rgandik. Uryogo yoki ryogo hadi. Tarjimasi bu moqchi. Moqchi. Bu yerda ta qo'shimchalari olib tashlangan, oxiri aynan le harfi bilan tugagani uchun bu so'zlarga shunchaki lyogo hadi qo'shiladi va o'qilishi mandil lyogo hadi yoki mandil lyogo heyo. Tayyorlamoqchi, salyogo heyo. Yashamoqchi, palyogo heyo. Sotmoqchi, lyolyogo heyo. Ochmoqchi shaklda bo'ladi. Endi biz mana bu 4 ta gapni o'qiymiz. Birinchisi, muosil mandiseyo, nima tayyorlayapsiz? Pulgo giril mandimnide. Pulgogi tayyorlayapman. Kim sonsengnimin shillimdonga saseyo. Ya'ni ustoz kim? Mana bu bitta odam. Ustoz kim? Shillimdon bu joy nomi. O'sha joyda mana saseyo yashaydilar ma'nosida keladi. Yashaydilar. Uchinchisi, chogi podoril paneyo. Ana u yerda uzumni sotishyapti ekan. Uri podoril salkayo. Biz uzumni sotib olamizmi? deb savol beryapti. To'rtinchisi, tovoyo issiqmi? Krom changmunil yosayo. Unday bo'lsa, derazani yoki oynani yosayo oching. Yo'lda ochmoq, yo'lda. Bunga iseyo grammatikasi qo'shilib, yosayo kelib chiqdi mana. Yoriseyo emas, yosayo bo'ladi. Endi mana bu qismi bor. Ya'ni lil kayo, lil koyeyo ting, ul lil hyongte omiva kyol hab halte yokshi lil pachimi tallaktende. Xo'p, bu yerda ham mana lil kayo grammatikasini o'tganmiz. Tarjimasi mizmi. Mizmi. Taklif bildirganda ishlatiladi suhbatdoshga. Lil koyo bu kelasi zamon grammatikasi, bu moqchi. Moqchi. Yoki sakerak tarjimasida keladi. Va shu kabi mana ul yoki le shaklidagi qo'shimcha bilan qo'shilganda hamma holatda le il pachchimi, mana le harf pachchimi tushib qolar ekan. Buning mohiyatini mana bu orqali o'rganamiz. Qarang. Mandilda tayyorlamoq, nolda o'ynamoq. Ikkitasini ham tasni olib tashadim va leil kayo tarjimasi mizmi bo'lgan grammatikani qo'shaman. Qarang. O'zida mana le bor, le tushib qolib, oxiri o'nli bilan tugab qoladi. Ya'ni mandi qismi qoladi, mana mandi le tushib qoladi. Endi bu o'nli bo'lgani uchun mana le kayo grammatikasi qo'shilib, mana mandil kayo tayyorlaymizmi? Ha, bunda nol mana le tushib qolib, o'rniga endi mana buni lesi kelyapti. Nol kayo o'ynaymizmi? Soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, mandilda bo'ladigan bo'lsa, mandilda buni tasni olib tashasak, mandil qoladimi? Mandil. Ha, buni o'zida le borlik uchun shunchaki davomiga kayo qo'shiladi mana. Mandil kayo. Tayyorlaymizmi shaklida bo'ladi. Ha, bu yerda mana leil koyo, moqchi mana. Mandil koyeyo, tayyorlamoqchi. Nol koyeyo, o'ynamoqchi. Savol berilyapti. Chebeso keykiril mandil kayo. Uyda tortni tayyorlaymizmi deb savol beryapti. Ikkinchi gap, chumare chingoril mannaso nol koyeyo. Hafta oxirida do'stim bilan uchrashib o'ynamoqchiman. Nolda o'ynamoq, vaqtchalik qilmoq. Va shu joyda bizning grammatikamiz tugabdi. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman. Bu yerda endi le tallak, ya'ni le harfining tushib qolishi haqida ko'rib chiqdik.